Ushbu video orqali siz 47-topik 1 imtihoni titki 3 va 4 testining tahlilini ko'rishingiz mumkin. Demak, 3-testimizga 3 ball berar ekan. Erkak aytayapti: "Onje ching'urilmannayo." Onje degani qachon? Qachon do'stingiz bilan uchrashasiz? Kalit narsa ham shu. Biz vaqt bilan javob berishimiz kerak mana. Neil mannayo. Ertaga uchrashaman. Ertaga uchrashaman. Kiyoshideso mannayo. Sinfxonada uchrashaman. Sinfxonada uchrashaman. Haksengil mannayo. O'quvchi bilan uchrashaman. Tongseng hago mannayo. Ukam bilan uchrashaman. Tongseng degani uka. Hago degani bilan. Shunda to'g'ri javob 1 ekan. 4-testimizga e'tibor qilasiz. Mana 47-topik 4, 3 ball berar ekan. Erkak aytayapti: "Chibe otoke kayo." Uyga otoke degani qanday? Qanday tarzda deb qo'ysak ham bo'ladi. Qanday tarzda borasiz yoki ketasiz? Shunaqa savollarga asosan transport bilan javob beriladi. Transport. Buni nazariy qismini ham ko'rib chiqdik. Transport. Hop, chigim kayo. Hozir boraman. Hozir boraman. Hozir. Hop, ikkinchisi hakkiyoe kayo. Maktabga boraman. Kayo grammatikasi ga bormoq, ga boraman ma'nosini bildiradi. Posiro kayo. Posi degani avtobus, avtobus. Hop, grammatikamiz bor. Ro. Tarjimasi ikkita. Ga, d. Hop, e'tibor qiling. Yo'nalishga qo'shilsa yoki joyga qo'shilsa tarjimasi ga. Lekin transportga qo'shilsa tarjimasi da. Ya'ni avtobusda boraman. Sonseng nimi kayo. Ustoz boradilar. To'g'ri javob 3 ekan. 3.